Sarmoyamiz 400 ming dinor. Yoshimiz keksalik sari ketmoqda. Ammo Abdulloh na ilmdan, na tijoratdan va na janglardan to'xtamayapti. Ayni zamon Raqqadamiz. Raqqa Shomdagi shahar. Xalifa Horun ar-Rashid hazratlari ko'p e'tibor beradigan, Bizantiyaga yaqin bo'lib, Xalaf shahriga yondosh joylashgan. Bu yerga har safar kelganimizda go'zal suhbatlar bo'lar, tijoratdan savollar berilib, munosib javoblar olinar, jang san'atidan ilmlar ulashilardi. Ilm majlislarimizda bir chekkada odob bilan iymanibgina dars tinglaydigan oriyatli yigit bo'lardi. Shu safar borsak, u ko'rinmadi. Abdulloh uni topishni menga tayinladi. Qidirdim, surishtirib bir odamdan uning daragini topdim. U kishi kuyinib gapira ketdi. Odobli, ilmli yigit edi. Bir kishidan ancha qarz bo'lib qolibdi. Haqdor pulini so'raganida berolmasdan ish qozigacha boribdi. Oqibat hozir zindonda. Voqeani kelib Abdullohga aytdim. U ko'p g'amgin bo'ldi. Qarzi bir necha ming dirham ekan. Haqdorning oldiga borib pulni berdi va ogohlantirdi. Bu pullarni o'sha yigitning qarzini uzish uchun beryapman. Ammo ixlosimiz pardasini yirtmang. To o'lgunimcha bu sirni unga aytmang. Naqadar go'zal xulq. Qanday ham ilm ahliga mehribona do'stim. To u zindondan chiqib kelguncha biz safarga chiqib ketdik. U ortimizdan kelib, yo'lda biz bilan uchrashdi. Salom alikdan so'ng Abdulloh unga ajablanib qarab savol berdi. Biz seni zindonda deb eshitgandik. Qanday chiqding? Ustozim, bir jo'mard kishi kelib qarzimni to'labdi. Haqdor da'vosini kechgach, qozi hukmni bekor qilib, meni qo'yib yubordi. Raqqada meni so'ragan ekansiz. Biror xizmati bormikan deb kelgandim. Keyin agar ruxsat bersangiz, bir muddat yoningizda yurib, ham ilm, ham tijorat o'rgansam, boshqalarning qo'liga qaramasdim shunda. Barakalloh, dedi Abdulloh yelkasiga qoqib. Avvalo g'amdan qutulibsan. Robbimga shukr qil. Keyin yuzingning suvini qochirib, birovdan bir nima ta'ma qilganingdan ko'ra, tijoratning dolg'ali maydoniga kirib, o'zingni va oilangni ta'minot qilishing eng go'zal ishlardandir va qaroring bizni sevintirdi. Shu bilan to manzilga yetguncha gaplashmadik. Chunki Abdulloh yo'lda tilovat qilar, o'rganganlarni takrorlar, zikrda va uzun tafakkurda bo'lardi. Yillar odatiga xilof qilmadi. Biz ham unga xalaqit bermadik. Rostdan ham tijorat insonni boshqalardan behojat qilib, Alloh taologa ixlos bilan ibodat qilishga yordam beradi. Ustozlarga, tolibi ilmlarga xizmat qilib, sharaf bilan yashashga sabab bo'ladi. Mana, sarmoyamiz 400 ming dinordan oshdi. Oltin hisobida 2 tonna atrofida. Ammo oltinlarimizning ko'pligi Abdullohni ham, bizni ham hech shoshirmadi. Abdulloh shunday derdi. Allohim, oltinlarni, kumushlarni o'ziga ibodat qilishni osonlashtirish uchun yaratgan. Ularga qul bo'lib qolish uchun emas. Chunki solih boy bo'lishning eng kam foydasi insonning vaqtini tejab, ovoragarchilikdan qutulishiga yordam berishidir. Oltinlarga sen hukm o'tkazar ekansan, demak to'g'ri yo'ldasan. Ammo pul senga hukm o'tkaza boshladimi, buzilish nuqtasi o'sha yerdan boshlanadi.